Oldingi filmimizda dunyodagi 10 chong kostyum burilka markasini so'zlab o'tgandik. Bu qatim davlatimizdagi 10 chong kostyum burilka markasi bilan tanishib chiqaylik. Siz biladigan markalar bormikin filmimizning davomiga diqqat qiling. 10-si Hongdou. Bu Hongdou Goroyning markasi bo'lib, 1957-yili qurilgan. Ko'ylak va kostyumlari kiyimchilik sohasida xeyli nom chiqargan. Hongdou kostyum burilkalariga oliy darajalik raxshiltilib qolmay, tikilishi va sifatilik jihatdan xeyli kuchab ishlangan. 9-si Mötüver. Mötüver markasi diyorimizda qurilg'ili 20 yildan oshgan marka bo'lib, maxsus setish do'koni va setilishi jihatda eng oldin qatorda turib qolmay, tikilish va raxtining sifati jihatda Yager, Boşinyao, Jinlilay qatorliq markalar bilan eng o'rinda turdi. Setish yo'nalishini diyorimiz xalqiga qaratib, qilipini diyorimiz kishilarining badan shakli va go'zallik qarshiga moslashtirib ishlagan. 8-si Haylanjirja. Jiangsuning danglik markasi Haylanjirja davlatimiz kishilarining badan shakliga moslashtirib, tuvan ba'da ishlagan kostyum burilkalari fuqarolarning yoqtirib kiyishiga erishyapti. Asosligi soda uslubidagi kostyum burilka va boshqa aranj kiyimlarni ishlaydi. Bu marka erlarning kiyim ishkobi deb nom olgan. 7-si Shinor. Davlatimiz 10 chong kostyum burilka markasi ichida kam bo'lsa bo'lmaydigan marka. Tunji bo'lib kostyum burilkani mangu haqsiz quruq yuvishdak setishdan keyingi mulozimatni yo'lga qo'ygan. Oliy darajadagi kostyum burilka, ko'ylak va boshqa kiyim-kechaklarni loyihalash, ishlab chiqarish va setishni birga o'tlashtirgan korxona. 6-si Chipay. Fujian Chipay Goroyning markasi bo'lib, 1979-yili qurilgan. Bu marka uslubining modaligi, fasonining klassikligi, tikimining injikligi bilan tonilgan. Tik yoqiliq yurishlik kostyum burilkalari kostyum burilkaning junguchilashtirishiga vakillik qila oladi. 5-si bo'lsa Jinlilay. 1968-yili Shangangda qurilib, Piye Shangangda bozorga solingan. Bu shirkat davlatimiz aranj kiyim-kechak sohasiga ta'sir ko'rsatgan. Galastok va kostyum burilkalarining kiyim-kechak sohasida belgilik o'rni bor. 4-si Shanshan. 1989-yili qurilgan. Davlatimiz mo'tavarchi kostyum burilkalarining boshlamchisi. Asosligi klassik soda uslubi, oliy darajalik buyurtma kostyum va xizmat formasi qatorliq turlarni ishlab chiqarib bozorga soladi. 3-si bo'lsa Boşinyao. Zhejiang Boşinyao soda uslubidagi oliy darajalik kostyum burilka markasi. Tunji bo'lib chaplashmas astarlik kostyum burilka ishlashda muhit asrash turini yo'lga qo'ygan. Asosligi oliy darajalik aranj kiyim-kechaklarni sotadigan yuqori va yangi texnik shirkat. 2-si bo'lsa Loming. Loming Goroy markasi 1984-yili qurilgan bo'lib, Jungu kostyum burilkalarining vakil xarakterlik markasi. O'rta va oliy darajadagi ko'ylak, kostyum burilkalarini loyihalash, ishlab chiqarish va setishni asos qilgan kiyim-kechak korxona Goroy. 1-si bo'lsa Yager. Yager Goroy markasi 1979-yili qurilgan. Yager bo'lsa davlatimiz aranj kiyim-kechaklarining boshlamchisi. Mo'yim va hashamat so'rinlarda kiydigan kostyum burilkani asos qilgan. O'zrang, tabiiy, oddiy va o'zgacha loyiha uslubida Yager markasidagi kiyim-kechaklarni markaz qilib, to'qimchilik va kiyim-kechak kasb zanjiri hosil qilgan. Siz yuqorida so'zlangan markalardan qaysilarini biladi ekansiz? Biladigan markalaringizni inkas rayoniga qoldirib qo'ying. Keyingi qismida texnik yaxshi mazmunlarni so'zlab beraman.